Ishonish qiyin, lekin Koreyaning eng ishonchli brendlaridan bittasi Glamour endi O'zbekistonda. Lekin negadir O'zbekistonda bu brend haqida ko'plab bilmas ekan. Buni to'g'rilash uchun esa bugun men sizlarga bu brenddan ikkita eng yaxshi ko'rgan produktimni obzor qilib beraman. Birinchi bo'lib men yaxshi ko'rgan skrab penkasini ko'rsataman. Penkani kerakli miqdorda olib, yuzingizga maska qilib surib, где-то 5 minutlardan keyin yuvib tashlasanglar, yuzingiz ancha oqarib, plus juda ham svejiy bo'ladi. O'shaning uchun men buni ko'pincha nafaqat penka va kechqurunlari maska qilib ham ishlataman. Lekin hozir kunduzi bo'lgani uchun prosta penka qilib ishlatdim. Ikkinchisi esa солнцезащитный krem. Bilasizlar, солнцезащитный krem yuz uchun juda ham muhim. Lekin солнцезащитный kremni yaxshisini ham imенно tanlab olish kerak. Yaxshisini qanaqa qilib ajrata olaman desanglar, mana qaranglar, ko'p surdim, специально ko'p surdim. Mana shunaqa qilganinglarda o'zidan oq qoldirmaslik kerak. Ko'rasizlarmi, shuncha surgan bo'lsam ham o'zidan umuman oq narsa qoldirgani yo'q. Именно shunaqa солнцезащитный kremlar Koreyada juda ham mashhur, hamma koreyankalar shunaqalarni ishlatadi. Plus buni menga yana bitta yoqqan tarafi, bir xil солнцезащитный kremlarni surganinglardan keyin где-то 3-4 soatdan keyin yuzingizga yog' berib yuboradi, yog'lantirib yuboradi. Lekin bu unaqa emas. Bu xuddi qanaqa turgan bo'lsa, xuddi shunaqa oxirgacha turadi. Makiyajinglar ham yog'lanib ketmaydi. Shunaqa naturalniy bleskam bergani uchun bir xil paytlari makiyaj qilmay, просто shuni o'zini surib ham chiqsanglar bo'ladi. Masalan, men shunaqa qilaman. Bu ikkalasi ham O'zbekistonda Serafim magazinida mavjud. Opisaniyada ularning Instagram va Telegram akkauntlarini atmacha chiqib qo'yaman. Zakaz qilsanglar bo'ladi. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.